Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Amerikalik milliarder NBA komandasi Golden State Warriors'ning 10%ning sohibi James Palihapitiya raqamlik ovoz hujjati epizodining yaqinqi vaqtdagi bir bo'limida Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga hech kimning pisand qilmaydiganligini so'zlagandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda kutilmagan natija yaratdi. 90 minutlik bölüm esnasında yardımcı diktor Jason Calacanis'ga Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikka qarata ahamiyat berganligining yolg'on ekanligini aytdi. Shuning bilan birga u Bayden hukumatining Xitoyga qarata yurgizayotgan tashqi siyosatini maqtadi va o'zining o'z davlatining ishlariga, ya'ni Amerikaning ta'minlash zanjiri, saqliq sistemasi, Xitoyning Tayvan ishg'olining Amerikaning iqtisodiga foydasi, klimat o'zgarishi qatorliqlarga ahamiyat beradiganligini, boshqa davlat kishilarining qandoq bo'lishining o'zi bilan munosabatsiz ekanligini aytdi. Bu atraf dushanba kuni buningga oid Twitterda e'lon qilgan bayonotida Palihapitiyaning ko'z qarashining albatta tashkilotning ko'z qarashini aks ettirmaydiganligini, uning o'zining qarshi ekanligini yozdi. U Sri Lankada tug'ilgan, oilasi kishilik huquq dafsanchiligi tufaylidan Amerikaga ko'chib kelgan ekan. Sharq Turkiston surgundi hukumati buningga inkos qaytarib, dunyoning har qaysi joylaridagi yaxshi insonlar, siyosiyonlar, cho'lponlar, milliarderlarning chamas va uningga o'xshashlarning Sharq Turkistondagi Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga aloqador nachar bayonlarga raddiya berishini, Uyg'urlar bilan ittifoqlashishini umid qilamiz dedi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi chamasga o'xshash insonlikdan nisbasini olmagan, millionlagan Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligidan manfaatlanishni ko'zlaydigan nachar insonlar bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlarga haqiqiy ko'ngil biladigan yaxshi insonlarmi bor dedi. Paris qo'ltiqi Arab davlatlari hamkorlik kengashi Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi to'g'risida kishining ishongisi kelmaydigan bir bayonot e'lon qildi. Paris qo'ltiqi hamkorlik kengashining bosh kotibi Naif Falah Al-Hajraf oldingi hafta Xitoy Kompartiyasi amaldorlari bilan suhbatlashganda Beijing hukumatining Tayvan, Sharq Turkiston va kishilik huquqiga aloqador qonunliq maydonini kuchli qo'llaydiganligini jakarladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin muxbirlarga qilgan so'zida Paris qo'ltiqi Arab davlatlari hamkorlik kengashining bosh kotibining Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizgan irqiy qirg'inchilikni Xitoyning ichki ishi deganligini aytdi. Bosh shtabi Riyodga joylashgan Paris qo'ltiqi Arab davlatlari hamkorlik kengashi Saudiya Arabistoni, Bahrayn, Kuvayt, Umman, Qatar va Arab Birlashma Xalifaligidan tarkib topgan. Saudiya Arabiston tarixchilarining xabariga qaraganda, Paris qo'ltiqi hamkorlik kengashining bosh kotibi Naif Falah Al-Hajrafning Xitoyga qilgan ziyorati Paris qo'ltiqi Arab davlatlari hamkorlik komitetiga a'zo davlatlar bilan Beijing o'rtasidagi iqtisodiy va bexatarlik munosabatini yaxshilashni maqsad qilgan. Tahlilchilarning so'ziga qaraganda, Xitoy savdo va iqtisodiy munosabatni yaxshilashdan boshqa Paris qo'ltiqi Arab davlatlari hamkorlik komiteti podshohligining O'rta Sharqdagi talash-tortish va ziddiyatlarni hal qilishni qo'llaydiganligi to'g'risida va'da bergan. New Lines institutining yuqori darajalik analizchisi Xitoy O'rta Sharqda asta, ammo muqim ilgarilayotidi dedi. Ajdodimiz har zamon tarixi zo'r qahramon, oliy himmat arslan o'tkir vijdon emasmi? Shu muhtaram ajdodlar, O'g'iz nasli afrodlar, Turk avlodi ozodlar, sharafli qon emasmi? Biz ham shular avlodi, bilib turib biz zodi, yashamasak azodi, shumliq bosgan emasmi? Asoratda boplanib, haqoratda aylanib, rizolatda joylanib, yatar hayvon emasmi? Biz qulluqdan bo'shamay, erkin ozod yashamay, iqtisodiy aşamay, o'tish yomon emasmi? Erkin ozod bo'lganlar, huquqini olganlar, o'z davlatini qurganlar, bizdek inson emasmi? Bizmi qaynab tirishsak, hurlik uchun kurashsak, nishoniga erishsak, zo'r sharafshan emasmi? Yetiversak to'lg'anmay, bosh ko'tarmay, o'yg'onmay, o'tiversak o'ylanmay, bitmas vayron emasmi? Merhum shoirimiz Abdulaziz Mahsumning she'rlaridan elindi.
Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögün için köp rahmet. Keler kıtımkı programımız görüşkiçe Allah'a emanet bolgaysızlar.